Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, birinchi obzorimiz RS Auto Trading ostida mana shu BMW F10 Luxury bo'ladi. Bu mashinamiz 2014-yil Tojikiston uchun проходной. O'ylaymanki, RS Auto Trading bu bizning brendimizni mana shu mashina bilan xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar, chunki bu mashinamiz juda ham arzon. Narxini aytaymi? Narxi $5750 do'stlar. To'rtta eshik davodchigi bor. Mana ko'rishlaring mumkin, tortib olibdi. Xullas, mashinamiz juda ham holati yaxshi, narxiga nisbatan ancha arzon. Bunday narxni chiqarishimizning sababi shu RS Auto Tradingni sizlarga taqdim etish. Do'stlar, bitta like bosib qo'yinglar. Xursand bo'lamiz. Lekin mana shu yerda bitta aybi bor. Farin shishasi singan. Atak farlari ishlab turibdi. Oldidagi, ustidagi shishasini almashtirib olasizlar. Xudo xolasa, mashina idealni. Yaqin kunlarda konteynerga yuklab beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlar ham qoldirilgan va hamda mana bu yerda ham nomer qoldirilgan. Auto Trading, RS Auto Trading. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.